Mana shu bitta plastik idish bizdan 100 yil keyin ham shu yerda bo'lishini tasavvur qila olasizmi? Plastik odamdan ko'proq yashaydi. U vaqtgacha hatto uning qopqog'i ham chirib ulgurmagan bo'ladi. Eng qizig'i, bu shunchaki bitta idish xolos. Ammo yiliga odamzod 300 million tonna plastik chiqindi bilan yer yuzini ifloslantiradi. Inson plastikni ixtiro qildi. Foyda uchun, qulaylik uchun. Ammo bu qulaylik asta-sekin bizni bo'g'moqda. Eng achinarlisi shundaki, ko'pchilik bu muammolar bizda emas, balki uzoq o'lkalarda bo'lyapti deb o'ylaydi. Afsuski, bu muammolar O'zbekistonga allaqachon kirib kelgan. Mamlakatimizda kuniga 1000 tonna plastik mahsulot chiqindiga chiqadi. Plastik ishlab chiqarish oxirgi 20 yilga qaraganda 2 baravarga oshgan. Plastik sababli har yili 1 milliondan ortiq dengiz jonzotlari va qushlari nobud bo'ladi. Va bu shunchaki aniqlangan statistika xolos. Plastik ifloslanish faqat dengiz va o'rmonlarga tegishli emas. Ularning parchalanishi oqibatida yuzaga keladigan mikroplastik zarrachalar suv bilan birga bir qatorda tuproqni ham zaharlaydi. O'simliklar tomonidan so'rilib iste'mol zanjiriga kiradi. Natijada inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug'diradi. Endi o'ylab ko'raylik, biz o'zimizga o'zimiz xavf yaratyapmiz. Qizig'i? Sanoat revolyutsiyasi rivojlangandan beri plastik turlari kundan kunga ko'paymoqda. Keling, shu plastik turlarini, chirish muddatlarini birgalikda ko'rib chiqamiz. Plastik paket 10-20 yilgacha. Plastik stakan 50 yil. Batareya 100 yil. Alyumin banka 80 yoki 200 yilgacha. Plastik bakalashka 450 yil. Shisha esa 1 million yil yoki umuman chirimaydi. Biz o'ylamasdan uloqtiradigan mana shu chiqindi bizdan ancha yillar keyin ham yer yuzini zaharlaydi. Ko'rib turganimizdek, plastik hamma joyda bor. Uyda, ko'chada va tabiatda. Uning zararlari haqida ancha gaplashdik. Xo'sh, bu muammoga yechim bormi? Albatta, plastikni qayta ishlash eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Misol uchun, Germaniya yiliga 65%, Yaponiya esa 75%, Janubiy Koreya yiliga 80% gacha plastikni qayta ishlagan. O'zbekistonda esa bu ko'rsatkich faqatgina 30% ga boradi xolos. Chiqindini qayta ishlash bu bir kunlik ish emas. Aslida bu biz oddiy aholining harakatlaridan boshlanadi. Hamma narsa saralashdan boshlanadi. Plastik alohida, qog'ozlar alohida va oziq-ovqat chiqindilari alohida qilib. Shu sabab har 100 metrda chiqindi qutilari o'rnatilishi kerak. Rangli, tushunarli va hammaga qulay qilingan holda. Chunki toza kelajak bizning bugungi tanlovimizdan boshlanadi. Yodingizda bo'lsin. Har bir plastik idishni chiqindiga solish bu ekologiya uchun katta ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Bu faqatgina davlat xizmatchilari yoki korxonalarninggina emas, balki bizning ham vazifamizdir. Shunday ekan, chiqindilarni saralash bu tabiat uchun katta hurmat, o'zimiz uchun esa kelajak tuhfasidir. Ammo chiqindini saralashning o'zi bilangina kifoyalanib qolmaylik. Eng muhimi chiqindining kamroq bo'lishi. Shuning uchun ham biz plastik ifloslanishga qarshi yana bir muhim qadamni taklif qilamiz. Do'kondan har kuni suv sotib olish o'rniga O'zingiz bilan doim foydalansa bo'ladigan termos yoki butilka olib yuring. bu nafaqat atrof muhit uchun foydali, balki o'zingiz uchun ham qulay va tejamkordir. Plastik paketlardan kamroq foydalanishga harakat qiling. Har kuni foydalaniladigan plastik paketlardan emas. Matodan tikilgan sumkalarni tanlang, chunki ular chiroyli, mustahkam va eng muhimi qayta ishlatsa bo'ladi. Plastik muammosiga qarshi biz bilan birga kurashing. Birgalikda hammasi oson. Bizdan avlodlarga yashil tabiat qolsin.